Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Biz yangi proyekt boshladik. Xudo xolasa, poddeshi qilib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xo'p, kim masalan uyda qo'yi bor bo'lib, bozorga olib chiqishga erini qanaqadir vaqti bo'lmagan insonlar bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xolis nima desa bo'lar ekan? Hech qanaqa pul-mul mablag'siz borib syomka qilib o'zimizning kanalimizga qo'yib, xolis yordam berib, o'rtada prosta sotuvchi bilan oluvchini bog'lab qo'yish maqsadida yangi proyekt boshlayapmiz. Sizlardan bitta poddeshga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Boramiz, o'sha kimga mana shunaqa uyda qo'yi bo'ladigan bo'lsa yoki bozorga olib chiqishga erinib turgan bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar bemalol. O'zimizning kanalimizda qo'yib, o'zining haqiqiy klientlarini topishga yordam beraveramiz, xudo xolasa. Faqat sizlardan bitta iltimosimiz bo'ladi, qo'llab-quvvatlab, poddeshga qilib, obuna bo'lib tursanglar bo'ldi, xudo xolasa. Xolis yordam bizdan ad dushit.